Xo'p, hammaga assalomu alaykum yana bir marta. Bugun sizlar bilan multi-level reading part 4 analiz qilamiz, okay? Reading part 4 ni ko'rib chiqamiz. Before starting, let's check everything carefully. So I started the recording and I will share it with you after finishing this lesson, okay? Dars tugat bo'lganimizdan keyin bu recordingni sizlarga tashlab qo'yaman. So, let's move on. Qani ketdik bo'lmasa. Qaraymiz. So far so good. Hozircha hammasi yaxshimi? Okay. O'zim ham tekshirib ko'ryapman bir qator, okay? Ikkinchi akkauntimizdan tekshirib ko'raychi. Hello. Okay. Hozir telefonim tochkasi yoniligi uchun ovoz g'alati kelyapti. Notebook qilib olganman-da. Bo'ldi. Menimcha yaxshi hammasi. Okay. Let's move on. Xo'p, qaraymiz. Multiple choice. Reading part 4 da kelar ekan. Reading part 4 and part 5. Two questions. Part 4 da hammasi multiple choice bo'ladi. Keyin part 5 da oxirida ham multiple choice questionlar beriladi. Ikkita bo'ladi, okay? Keyin bu IELTS da ham tushadi ekan. Passage 2 va passage 3 larda. Farqi yo'q, passage 1 da ham tushib qolishi mumkin va hokazo. Keyin each question has 4 options. Har bitta savolda 4 tadan option bor ekan, ya'ni tanlov bor ekan. A, B, C, D. Buni tushuntirishim shart emas, hamma biladi. Common problems with MCQ questions among students. O'sha studentlar o'rtasida bo'ladigan xatoliklar. Nima bilan? Multiple choice questionlar bilan. Birinchisi qarang. Students do not read the questions first. Birinchi ular savolni o'qib olmaydi. Keyin nima bo'lar ekan? Tricked with distractions, chalg'iydi ekan. Keyin most students do not do this test honestly. Vijdon bilan qilmaydi ko'pchilik. Masalan, shu tekst ko'ratdi. Ha, bu vobshe ko'p ekan u. Ditda keyin ters savollarga taxmin javoblarni berib qo'yishadi. Buni qilmaymiz, okay? Endi qarang, structures. Shu yerda aytib qo'yapman, mana nima qanday qilib yondashiladi bu partga. Qanday qilib ishlasak, biz to'g'ri topamiz. Qarang. Read the questions and underline the keywords. Savollarni o'qib, kalit so'zlar tagiga chizib olishimiz kerak bo'lyapti. Okay? Kalit so'zlar tagiga chizib olamiz. Do not read the options. Optionlarni o'qimaymiz. After reading the questions. Savollarni o'qib olgandan keyin optionlarga qaramaymiz vobshe, okay? Keyin eliminate the incorrect options. Xato javoblarni tanlovlarni chiqarib olishimiz kerak. Shu eliminate degan so'z ham juda yoqadi. Menimcha adashmasam o'sha ham bir schema levelli so'zmikan, hozir ko'rsataman. Eliminate. Schema levelga to remove or take away someone or something. Biror nimani olib tashlash yoki kimnidir. Masalan, the police eliminated him from their inquiries. Okay. Meni tushundinglar. Shu so'zni ham ishlatishga harakat qilamiz writingda, okay? Endi qarang. Xato javoblarni chiqarib oling dedim, chunki bu ham distractionsga to'g'ri keladi. Masalan, xato javob chiqarib olmasangiz, qiynalib qolasiz. Okay, chalg'ib qolasiz. Shuning uchun xato javoblarni doim chiqarib olishimiz kerak. So, kelinglar shu mashqda birga ishlab ko'ramiz. Menimcha foydali bo'ladi bugungi darsimiz hammaga. Emily haqida, bir qiz haqida bu, okay? Keyin shu yerda aytib qo'yapman. Haqiqiy imtihonda read the title first. Doim titlda o'qib olaylik. Okay? Bu yerda anaqasi yo'q, mana shu o'rtasida sizlarga bitta nima deydi? Title berib qo'yadi, o'sha mavzu nomi. Masalan, bu Emily to'g'risida, bitta qiz to'g'risida bo'ladi, okay? So, let's start then. Menimcha hamma narsani aytib o'tib ketdim. So, I hope shuni men ikkiga bo'lib olsammi? Ikkiga bo'lib savolni o'qib olib, keyin tekstdan ketamiz, okay? Can I do this? View split. Mana 19-savolda nima deyapti? Optionlarga qaramaymiz birinchi, okay? Optionlarga e'tibor bermaymiz. Endi qarang. Birinchi savolda how did Emily know there was something wrong? Biror narsa xatoligini qayerdan bildi Emily? Men qolgan tagiga chizmayapman, chunki gap haqiqatan ham o'sha qiz to'g'risida ketadi. Qanaqadir narsani xatoligini qanday bildi? Shuni men topishim kerak bo'lyapti, okay? Qanday bildi shuni?
how. Shunaqa so'zlar keladigan bo'lsa how, where, which keladigan bo'lsa shular ham keyword hisoblanadi. Okay? Shularni ham tagiga chizib ketamiz doim. Bu ham sizlarga bitta eslatma bo'lyapti. Qanday bo'ldi? Biror narsa xato ketayotganligini qaraymiz. Emily woke up before her alarm went off and knew instantly something wasn't quite right in the house. Nima deyapti? Emily uyg'onibdi before her alarm went off. Went off degani o'sha jiringlashdan oldin uyg'onibdi o'sha qiz. And knew instantly bilibdiki qandaydir narsa to'g'ri ketmayotdi ekan uyda. To'g'rimi? Bailey, her chocolate-colored pet Labrador, should have been there at the bedroom door, demanding food, but there was no sound of him. Nima deyapti? Xullas uyg'ongan, narsa xatoligini bilgan uyda, keyin uni Bailey nima? Chocolate-colored, ya'ni o'sha shokolad rangli pet, ya'ni uy hayvoni Labrador o'sha yotoqxonani eshigini tagida ovqat kutib turgan bo'lish kerak edi ekan, lekin uni ovoz chiqmabdi u uyg'ongan kun, to'g'rimi? Endi qarang, savolga qaraylik-da. How did Emily know there was something wrong? Qanday qilib bildi g'alatiligini? Her alarm went off deyapti edi. Her alarm didn't go off. Uni soati jiringlamadi deyapti. Yo'q, unaqa narsa kelmadi. U uyg'ondi before qani shu yerga yozib qo'ydim mana. Before her alarm went off. Uni nima deydi? Xullas o'sha soati jiringlamasdan oldin turdi deyapti, lekin tekstda bizga uniki jiringlamadi soati deb aytgani yo'q. Bu ham chalg'is distraction so'lyapti. No, bu ham xato sanaladi. A'ni chiqarib yubordim, mana ko'ryapsiz. A ketdi. Keyin B'dachi. Her dog wasn't outside the bedroom. No, mas javob bo'lsa kerak. Masalan, uni kuchugi tashqarida emas edi ekan. O'sha bedroom tashqarisida emas edi ekan. C'da o'qiylikchi. Her dog was quieter than usual. Odatdagidan ko'ra jimroq edi ekan. To'g'rimi? Keyin D'da deyapti, she had woken up very early. Juda ham erta turdi degani yo'q, prosta soat jiringlashdan oldin turyapti. Masalan, D ham tushmaydi bu yerga, D'ni ham chiqarib olamiz. Biz ikkita javob qolyapti. C'da qarangda, her dog wasn't quieter than usual. Was quieter than usual. Odatdagidan ko'ra kuchugi jim edi ekan deyapti. Yo'q, kuchugi jim. Agar kuchuk o'sha yerda bo'lganda edi, jim turganda men shu javobni olardim, lekin uni kuchugining ovozi ham eshitilmagan, o'zi ham bo'lmagan. To'g'rimi? Shuning uchun bu yerda eng to'g'ri javob nima bo'ladi? B is the correct response. B da olamiz biz. Chunki C'da aytayapti, odatdagidan ko'ra jimroq edi deyapti, lekin u uyg'onganda it yo'q edi. To'g'ri, ovozi chiqmagan, lekin o'zi ham ko'rinmagan. To'g'rimi? D ketdi, C ketdi, A ketdi. To'g'ri javob B bo'lyapti. Okay? Shuna qilib analiz qilib ishlab ketamiz. Endi 20-sida nima deyapti? Qarang. How mana shu ham kalit so'z bo'ladi. How did she feel when she opened the living room door? Qanday qilib o'zini his qildi? Living roomda eshigini ochgandan keyin. Qanday his qilgan bo'lishi mumkin o'zini? Bu masalan kelar davomini o'qiylik. She decided to get up and go and see where he was. U qaror qilib turib, itini qidirishga. It felt cold in the hall. Masalan, o'sha hall degani zal, uyda zali, unga sovuqroq tuyulibdi. But she knew she had left the heating on last night. Lekin u bilibdiki, u o'tgan tunda heating degani o'sha обогреватель deydimi, isitgichda yoqib qo'yganini bilibdi. As she walked down the stairs, pastga tushar ekan, zinalardan she heard a noise in the kitchen. Oshxonada u bitta ovoz eshitibdi. The strange feeling that something was wrong, qandaydir bir g'alati narsa bo'layotdi ekan, was getting strong. Qanaqadir o'sha tovush kuchayotdi ekan. Keyin, what was going on? Nima bo'layotdi? She got to the bottom of the stairs. Yana ham pastga tushibdi. Keyin opened the door to the living room. O'sha javob yaqinlashyapti mana. Living room eshigini ochibdi. Which led to the kitchen. Qaysiki oshxonaga yetaklaydigan. Why was the door closed? Nimaga eshik yopiq edi? She always left it open. Ha, uni doim ochiq qoldirar ekan. Oshxona, mehmonxonaning eshigini doim ochiq qoldirar ekan oldin, lekin bu safar tursa, eshik yopiq edi ekan. Keyin o'ziga savol berdi. Why was the door closed? Nimaga yopiq edi? Kellar endi javobni topaylik. Qanday qilib g'alati bo'lib qoldi u qiz? How did she feel?
How did she feel when she opened the living room door? Masalan, A'da aytyapti confused. Masalan, ikkilanib qolish degani bu confused. Shuni ham bitta ko'rib beradi sizlarga. Masalan, homework qilaymikan, qilmaymikan deydi, o'shani confused deb qo'ysak bo'laveradi. Okay, confused. Mana, unable to think clearly or to understand something. Masalan, iloji bo'lmaslik biron narsani aniqroq tushunishga. Okay? Endi menimcha confused bo'lgani yo'q bu yerda. Confused bo'lmadi, chunki ochiq qoldiruvdimmi, yopiq qoldiruvdimmi deb o'ylamadida. Ochiq qoldirganman men deb o'zi aytyapti. To'g'rimi? Confused bo'lmadi. A bu yerda wrong option bo'lyapti. Wrong option. Javob sifatdan chiqarib yubordim. Excited, hayratlanyapti. Masalan, допустим, shu javob bo'lsa kerak. B-dachi annoyed, jahli chiqyaptimi? Yo'q. Annoyed, jahli chiqqan angry'ga sinonim ko'rsa bo'ladi. Angry'ning kuchliroq varianti, lekin jahli chiqqanligi haqida gap ketmadi bu yerda. Strong, o'zini kuchli his qildi deyapti. No. Bu ham javob sifatdan chiqib ketadi. Eng to'g'ri javob bu yerda B bo'lyapti. Excited, hayratlanyapti. Chunki men aytdim, qarangda mana. Aytyapman. She asked herself why was the door closed. Nimaga eshik yopiq edi deb o'ziga o'zi aytdi. Nimaga eshik yopiq edi? Men uni ochiq qoldirganman-ku, har safar ochiq qoldiraman-u deb aytib o'tib ketyapti. Okay? B shuning uchun javobi. Keyin 21-savolda nima deyapti? What could she hear when she stood in the kitchen? U oshxonadaligida nimani eshitdi? Masalan, bu yerda bizga oshxonada biror narsa eshitgan bo'lsa, o'shani topishim kerak bo'ladi. Okay? Nimani eshitdi? Kellar davomini o'qiymiz. Bailey was nowhere to be seen, and his toys, which were usually all over the living room floor, were in a neat pile. Shu ham zo'r so'z, neat pile. In the corner next to his basket. Bu yerda nima deyapti, qarang. Bailey hech qayerda ko'rinmabdi va uni o'yinchoqlari ham ko'rinmabdi deyapti. Which were usually over the living room floor. Qaysiki ularning o'yinchog'i, kiyimlari o'sha mehmonxonani floorida turar ekan. Lekin ular hozir nima bo'libdi? Were a neat pile. Neat pile degani nima deydi? Ketma-ket taxlab qo'yadi-yu, bir chiroyli qilib ketiladi-yu, burchakka taxlab qo'yadi, yig'ishtirib. O'sha neat pile deydi. Shu yerda ma'nosi chiqamikin buni? Neat pile. Neat. Deylik-da mana. Tidy mana. Salamjon with everything in its place. Har bir narsa o'zining joyligida borligi. Okay? B1 level so'z ekan bu ham. So, uni xullas kiyimlar va o'yinchoqlari neat pile bo'lib turgan ekan. Next to his basket. O'sha idishini yonida. Had they been there when she had gone to bed last night? Yana o'ziga o'zi gapiribdi-da, ular rostdan ham o'tgan tunda shunday turuvdimi? Neat pile bo'lib turuvdimi? Salamjon bo'lib turuvdim deyapti. She couldn't remember. Eslolmabdi lekin. She walked into the kitchen, oshxonaga kiribdi, and turned the light on. Chiroqni yoqqan. It didn't work, nothing happened. U ishlamabdi, hech nima sodir bo'lmabdi. She stood very still and listened. Nothing. Mana. Qarang. Juda ham xushyor bo'lib turgan, lekin hech nimani eshitmabdi. There wasn't a sound. Tovush chiqmabdi. Bizda savolda nima degan? U kitchenda nimani eshitgan? Masalan, traffic. Masalan, davomini o'qiylik-da shuni. Men traffic to'g'risida gap ketashi kerak. That was really strange. She lived in the middle of a busy city. U ovoz chiqmaganligidan g'alati tuyulibdi, chunki u shaharning o'rtasida yashaydi ekan. There were always people's sound. Doim odamlarda tovushlari kelardi. She woke up to the sound of traffic. Masalan, u uyg'onib ketardi ekan, nima probkalarda anaqasidan, tovushidan, car horns, o'sha signallardan, police cars, nima deydi? O'sha politsiyalarning mashinalarining ovozlaridan, her neighbors shouting in the house next door, masalan, qo'shnilarning baqirishlaridan uyg'onib ketardi ekan, lekin oshxonada bugun tursa, hech nimani eshitmabdi.
tovushi bo'lmagan. Keyin javoblarni tanlaymiz. Shu yerda traffic and everyday noise of the city. Probka va shahardagi har kungi tovushni eshityapti, lekin bu bizda xato, chunki she woke up due to traffic, car horns, masalan police cars. Shular sababli uyg'onar ekan. Nima? Masalan before doim o'shalarda ovoz orqali uyg'onar ekan. Lekin bu safar hech nimani eshitmagan, chunki javobni bo'lyapti, shunda xato bo'lyapti. Tushmaydi. Keyin B'da silence, tinchlik. Mana nothingga to'g'ri keladi shu. To'g'rimi? B to'g'ri javob bo'lsa kerak. The television. Yo'q, television to'g'risida gap ketmadi. Buni ham chiqarib yuboramiz. Jida something in the garden. Bog'da biron nimani. Yo'q, bog'da haqida gap ketmadi-yu hali. Buni ham chiqarib yubordik. Eng to'g'ri javob silence. Silence ga mayda aytib qo'ysa bo'ladi. Tepada tekst aytdi. She heard nothing. U hech narsani eshitgani yo'q. She heard nothing. So, men uchun oson ketyapti, unchalik qiyin emas. Endi 22-si nima deyapti? Why? Nimaga did she go into the garden? Nimaga u boqqa kirdi? Ya'ni o'sha agarod, o'zi gardenda haqiqiy ma'nosi agarod degan ma'noni bildiradi. Uydagi o'sha agarod deydi, to'g'rimi? Shuni ham ko'raylik-da. Garden, agarod degani. Masalan mana usually yard, a piece of land next to and belonging to a house. O'sha yerda bir bo'lagi, nimaga doir, anaqaga uyga doir, to'g'rimi? Where flowers and other plants are grown. Mana o'sha o'simliklar, gullar yoki bo'lmasam har balolarda o'sish joyini garden deymiz ekan. Garden shed. Shed desa ham bo'lar ekan. Keyin yana bitta ma'nosi nima ekan? Simon ma'nosi a public park with flowers, to'g'rimi? Plants and places to sit. Shunaqa so'zlarni ko'rib ketinglar, juda ham qiziqarli bular ham. Xo'p, nimaga kirdi boqqa? O'qiylik-chi. Betini o'qidik, uyg'onib ketar ekan. How could there be silence at 8 o'clock on Friday morning? Qanday qilib o'sha payshanba kuni ertalab soat 8 da jim bo'lishi mumkin deyapti ekan. She went back into the living room and turned the TV on. Mehmonxonaga qaytib televizorni yoqibdi, but again nothing happened. Hech nima sodir bo'lmabdi baribir. She went back into the kitchen and looked out of the window. U oshxonaga qaytibdi va eshik deymana, oynadan qarabdi. It was a bright clear day. Juda ham nima deydi, yorqin kun bo'layotdi ekan. The back door was shut. Orqa eshik yopiq edi ekan, but when she tried the handle, she realized it was unlocked. Lekin o'sha ruchkasini ushlasa, eshikda, u bilibdiki, eshik unlocked, ya'ni qulfmas ekan. O'zi qulf edi ekan, lekin borib qo'li bilan ushlasa, qulfmas edi ekan. She walked out into the tiny back garden. O'sha katta boqqa kiribdi, uyning orqasidagi, and opened the back gate. Orqa eshikni ochibdi. Still nothing, not a sound and no sign of Bailey. Bab hech nima sodir bo'lmabdi, itining ham ovozi ham kelmabdi, sharpasi ham kelmabdi va hokazo. She called him but he didn't come. Uni chaqiribdi, lekin kelmabdi. She went back into the house and did what she realized she should have done as soon as she got up and called her mother. Beta nima deyapti? She went back into the house. Uyga qaytibdi-da, keyin o'ylabdi, eng to'g'ri yo'l ish bu o'zini onasiga telefon qilish bo'ldi deb o'ylabdi. Masalan, oyimga telefon qilishim kerak deb aytibdi o'zini ichida, uyda ichiga. Nimaga borgan boqqa? Javobi chiqdi menimcha, mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan joyda chiqdi. Qani? Mana. Shu yerdan shu yergacha bo'lgan joyda javob chiqyapti. Qarang. To see what the weather was like. Yo'q, bu tushmaydi. Weather haqida gap ketmadi-yu. Uni oynadan qaraganda bilib bo'ldi-yu o'zi. To'g'rimi? Weather gap ketmadi. To talk to her neighbors. Neighbors to'g'risida ham gap ketmadi. Qo'shnilar haqida. Bu ham ketyapti. Keyin to look for Bailey. Mana. Kuchugiga qarash uchun, topish uchun. Masalan, shu to'g'ri javob bo'ladi. Masalan, desa to make a phone call. Yo'q, telefon qilish haqida hali bizga gap ketgani yo'q. Buni ham chiqarib olamiz. Let's move on.
To'g'ri javob C bo'lyapti. Qarab qo'yaychi ya. So far so good. Hozircha hammasi yaxshimi? O'zim ham qarayapman. Everything is going well. Okay. Okay. Let's move on. Qani davom ettiramiz. Keyin to'g'ri javob C bo'ldi. 22 ga. Keyingi savolda nima deyapti? Who did she speak to on the telephone? Telefonda u kimga gapirdi? Who? Kimga gapirgan? Aslini aniqlab olishimiz kerak bo'lyapti. Buni pushti qilib qo'yamiz endi. Keywordlarda bular. Kalit so'z. Masalan, telefonda u kimga gapiryapti? Qarang, option o'qimaymiz. Buni o'qib ketamiz, qarang. U o'ylabdiki, eng to'g'ri yo'l onasiga telefon qilish. But there was no answer. Lekin javob bo'lmabdi. Onasiga telefon qilsa, she called her boyfriend. Yigitiga telefon qilibdi, but his mobile was switched off. O'chiq ekan telefoni, and she got the answer phone message. Keyin nima bo'ldi? She tried a couple of other numbers, but with equal success. Bir xil muvaffaqiyat, bir xil anaqada bo'libdi xullas. Hammasiga qilgan ekan, hammasini telefoni o'chiq, kimnidir javob bermabdi. Shunaqa bo'pti. Xo'p, kimga gaplashgan bo'lyapti shu yerda telefonda? Masalan, her mother. Her mother. Yo'q, uni onasi telefonda olmabdi. To'g'rimi? Telefonda olmadi dedi-yu tepada. She did not answer. She did not answer. U javob bermabdi. To'g'rimi? Her boyfriend deyapti. Bitta boyfriend ham telefonda olmagan. Chunki nima dedi? Boyfriend telefonda olmagan sababi switched off dedi-yu mada. Qani? Mana. Switched off. His phone was switched. His phone was switched off. Switched off. Bu ham olmadi. Keyin yana nima bo'ldi? Her two friends. Yo'q, do'stlari haqida gap ketmadi menimcha. Do'st haqida gapirmadi. Chiqarib yuboramiz. No one. Mana. Hech kim bilan gaplashmadi. Chunki men aytayapti. She tried couple of numbers, yana bir nechta raqamlar tegan, but with equal success. Har bittasi o'sha bir xil vaziyatda ketavergan. O'zgarmagan. Hech kim telefonda olmagan. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob nima bo'ldi? D bo'lyapti. Okay? Shularni yiqib qo'yaman ekan. Automatic. Chalib qolmasinglar uchun shularni ham chiqarib qo'yishim kerak edi. Shunaqa bo'lyapti, hech kim bilan gaplashmagan. Keyin 24-si. Why? Nima uchun did she return? Qaytib keldi living roomga. After someone knocked on the front door. Oldagi eshikda kimdir taqillatgandan keyin nimaga u living roomga qaytdi? Shuni topishimiz kerak. Why? Bizda kalit so'z bo'lyapti, u ham bitta. Return. Someone knocked on the door. Nima deyapti? Nimaga u living roomga qaytib keldi? Bir odam eshikni taqillatgandan keyin, oldagi eshik taqillatgandan keyin nimaga u living roomga qaytdi? Qarang, she sat down on the sofa, divanga o'tiribdi and thought about what she could do. Nima qilish haqida o'ylabdi. She couldn't decide if she should stay at home or go out and find someone. U qaror qila olmabdi, uyda o'tirishda yoki da bo'lmasam chiqib kimnidir topishlikda. Just as she decided the best thing would be to stay at home. O'ylabdiki, eng zo'r variant bu uyda qolish va kutish. There was a loud banging on the front door. Qaranglar, banging degani knockingga to'g'ri kelyapti. Baland ovozda eshitilibdi oldi eshikda taqillashini. To'g'rimi? Shunaqa, masalan, shunaqa bo'pti. Eshitib qopti o'shani. She jumped up, sakrab turibdi and ran to the door. Yuguribdi eshikka qarab. Who is it? She shouted through the door. Eshik orqali u kim, bu kim deb chaqiribdi. It's me,
came the reply. Javob kelibdi, bu menman deb. But she had no idea who me was. Lekin unda kimligi haqida ma'lumot bo'lmabdi. She didn't want to open the door until she was sure she knew who it was. U nima debdi? Nima deydi? Xullas o'ylamabdi. Eshikni ochmayman men uni kimligini bilmagunimcha debdi. Not with all the other strange things that were happening this morning, and she didn't want to shout through the sick front door deyapti. Keyin o'sha g'alati narsalar tufayli u baqirishni ham xohlamabdi. To'g'rimi? Keyin shuning uchun she walked back into the living roomga qaytibdi, javob yaqinlashyapmiz, and tried to look through the front window to see who was standing at the front door. Kimligini ko'rishlikka harakat qilibdi. Javob chiqdi. Qarang, nimaga borgan? Qachonki bitta odam knock qilganda, eshik taqillatganda. Because she didn't want to leave the house. Uy tark etish to'g'risida gap ketmadi. Xato. Oh my god. Bu haqida gap ketmadi. What the hell is going on? H chiqaramiz javob sifatida. H ketyapti. Wait. Buni no color. Wait. Bo'ldi. H ketdi javob sifatidan, chunki nima deydi? Uyda tark etish haqida ma'lumot kelmadi. B'da nima deyapti? Because she wanted to try and see who was at the front door. Ha, mana to'g'ri javob. U qaror qildi o'sha odam kimligini ko'rishga. C'da nima deyapti? Xatosini ko'rib qo'yaylikda. Because she didn't want to talk to the person at the front door. Odamga gapirishni xohlamabdi deyapti. Yo'q, bu ham xato, chunki o'sha g'alati narsalar tufayli unga achchig'i kelganda baqirishni xohlamagan, kimligini qarashni ko'rgani qiziqqan. Shuning uchun xato bo'lyapti bu yerda. Keyin because she wanted to sit down and think about what to do. O'tirib o'ylab olishlik haqida deyapti. Yo'q, bu ham xato. Uning uchun qaytib bormagan, o'sha odamning kimligini ko'rish uchun qaytib borgan. Shuni o'qisak bitta savol qolar ekan. Qarang. Why? Javob chiqdi, tushunyapsizlar? Why did she think she must know the man at the front door? Nimaga o'ylabdi? O'sha odamni bilishlikdi. O'sha odamni bilishlik zarurligini u nima uchun o'ylagan? Qani o'qiylik-chi. It was a man, but she couldn't make out who he was. He didn't look familiar. Tanish bo'lib ko'rinmabdi u odam. He was tall, baland ekan, wearing a big coat. Katta palto kiyib olgan ekan, with a hood. Hood degani bu nima deydi? Kapishonka. Kapishonali nima deydi? Coat kiyib olgan ekan, ya'ni o'sha palto over his head. Boshiga, to'g'rimi? Just as she was thinking of running out the back door, and she saw that the man had Bailey with him, and Bailey seemed quite happy, which meant that the man had to be someone he knew and he liked. Nima bo'lyapti bu yerda? Qarang. U borgan ekan, to'g'rimi? Nima deyapti? O'sha odamning oldiga boribdi. Ikkinchi odam kiyib olgan ekan, kiyimlarini aytdim. Keyin Bailey o'sha iti o'sha odam bilan edi ekan, lekin u nima ko'rinibdi? Xursand ko'rinibdi. Qaysini aytadiki, u odam o'sha itga tanishdek. To'g'rimi? Have been barking otherwise deyapti. Agarda notanish bo'lganda edi, u baqirardi, haligi nima deydi? Bark degani haligi vovullamoq deydi-yu. O'sha vovullardi ekan aks holda debdi. Qarang, nimaga o'ylagan? Just a second. Allo. Ha, o'chirib qo'ydim dada. Ha, keldim uydaman. Xo'p, yaxshi namoylar. Xo'p. I'm sorry. Xo'p, nima bo'lyapti? Qarang. She recognized the clothes he was wearing. O odam kiyib olgan kiyimlarni taniyapti deyapti. Yo'q. Tanimagan. Prosta ko'rgan nima kiyib olganini. Bu haqida gap ketmadi. Bidachi, Bailey was barking at him. Yo'q, it baqirmayotdi, nabrot xursand edi-yu. Biyamchi ketdi. Bailey seemed to relax with him. O'shuni damogandek his qilibdi deyapti. Masalan, shu tushib qolsa kerak masalan.
She recognized his voice. Uni ovozini taniganmi? Yo'q. Bu haqida ham gap ketmadi-yu. Eng to'g'ri javob C bo'lyapti. Bailey seemed relaxed with him. U iti dam olayotgandek tuyulibdi u bilan. Maytda nima degan? Bailey seemed quite happy. Ha, mana. Quite happy, which means that the man had to be someone he knew and liked. Yoqtirgan va tanigan odam bo'lsa kerak deb o'ylabdi. To'g'rimi? Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob C bo'lyapti. 26ni qaraymiz. What does the author mean in line 35 when it says that she still wasn't taking any chances though? O'sha author nimani anglatyapti 35-liniyada? Qachonki gap borligida. She still wasn't taking any chances though. U hali ham nima deydi? Take chance degani sizlarga ma'nosini qana tushuntirsam ekan buni. Biron bir narsa qilmabdi. O'sha paytda nimani anglatyapti shu gapda? Nimani anglatyapti deyapti. Okay? 35-liniyadagi gap nimani anglatadi deyapti. Sana tushaylik shu yerga. Mana bu yerda o'sha gap bor. To'g'rimi? Qani, shu yerda ko'rdik-ku hozir. Just a second. Shu gap topaylik, she still wasn't taking any chances though. Oh my god, where? Hozir shu gap topishimiz kerak. O'sha gapda nima demoqchi bo'lgan u deyapti-da, xullas. U qiz shu gapi bilan nima demoqchi bo'lgan deyapti. Just a second. Hozir shu yerda o'qidik-ku. Menimcha take chance boshqa so'z bilan kelardimikin? Mana qarang. Shu yerda o'qibmiz mana. She still wasn't taking any chances though. Shu gap mana. She put the safety latch on the door and opened it just enough to see who was there. Shu yerda nima deyapti qarang. Safety latch degani o'sha eshikning qulfini sopdi. Open it just enough to see who was there. Kichkinagina qilib ochibdi, qulfi bo'lsa ham kimligini ko'rish uchun odamni, to'g'rimi? She was instantly relieved it was her brother. Oxirgacha o'qimabmiz hali. O'shancha ketyapti ekan, qarang. Jinday o'qib olaylik-da. 26-savolni xullas tushunib oldik-a, shu gapi bilan u nima demoqchi bo'lyapti? O'sha qiz. O'qiylik-chi, qarang. She was instantly relieved it was her brother. U anglatdiki, o'zini akasi ekan, who lived just a few streets away. Bir qancha ko'cha naridagi. She opened the door all the way and let him in. Ochib eshikni va uni kirishga nima debdi? Kiraver debdi xullas. As he walked through the door, he was almost knocked over by Bailey jumping up and looking more pleased than ever to see her debdi. So what's going on? She asked her brother. He looked at her as if she was stupid. Haven't you heard? deb aytib qo'yapti ekan. Endi qarang. Eshitmadingmi debdi oxirida. Bu gapi bilan nima degan? Mon qarang. Aytyapti, she wasn't feeling lucky, o'zini omadli deb his qilmayotdi degan. Yo'q, omad to'g'risida gap ketmadi. Chiqdi. She was going to take the advantage of the situation. O'sha situatsiyani advantage, ya'ni yaxshi tomonini topishga qaror qilgan deyapti. Yo'q, yanchi ketadi bu ham. She wasn't going to waste the opportunity. O'sha imkoniyatni sarflashni xohlamabdi deyapti. Yo'q, bu ham ketmadi. She wasn't going to take any risks. U o'sha risk qilishga nima deydi? Risk qilgisi kelmabdi xullas. Okay?
Menimcha katta ehtimol bilan shu tushadi javob. Chunki qolgan opportunity haqida gap ketmadimi, situationda advantage haqida gap ketmayapti, yoki bo'lmasam feeling lucky haqida ham gap ketgani yo'q. Shuning uchun eng to'g'ri javob D bo'lyapti. Risk qilishni xohlamagan bo'lyapti. Okay? So, shu bugun sizlar bilan shu testni ishladik mana. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Unaqa qiyin emas, to'g'rimi? Bemalol eplab topish chiqsa bo'ladi. Muhimi do this test honestly. Vijdon bilan qilish kerak. Okay? Oxirida shunaqa motivatsion so'zlar aytib qo'yaman-da. Xo'p. Tushunable bo'ldimi? Tushunable bo'ldimi? Aha. Okay, thanks. Ha, shunaqa qilib ishlaymiz. Eliminate qilamiz wrong optionlarda. Keyin to'g'ri javob topishimiz osonlashadi. Ko'ryapsizlar-ku, bitta javoblarni o'chirib olyapman. Xato javoblarni to'g'rilari chiqib kelyapti o'zi. Chalg'imayapman-da, bularga qaramayapman keyin. Shunaqa. So guys, that's all. That's how you can do this test. Ancha narsa o'rgandik bugun. Oson test ekan, lekin masalan qiziqarli. To'g'rimi? Yaxshi test ekan. Shuna qilib ishlaylik, analiz qilib, har bitta javobni xatoligini isbotlab, to'g'riligini isbotlab ketaylik. Juda ham katta foyda beradi bu ham imtihongacha. Keyin imtihonda qiynalmaysizda, imtihongacha bo'lgan joyda qiynalib, shu har bitta gapni tarjima qilib, xato javobni nimaga xatoligini aniqlab kelsak, haqiqiy imtihonda qiynalmaymiz. Okay? It seems easier in the real exam. Haqiqiy imtihonda osonroq tuyuladi sizga.